Khan Vlogs. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. YouTube'ga vlog olmaganimga ro'paros 35 yil bo'libdi. Bu yoqda musulmon mashina anaqa ertalabda usullar yig'ishib turibdi. Men hozir o'rtoqlar ishga ketyapman, faqat stomatologiya emas, glavniy ofisga boramiz bugun sizlar bilan. Hozir narigi mahallada bitta ishxonadagi opam ham birgalikda boradi men bilan, yo'lni olib ketishim kerak bo'ladi. Shuning uchun hozir ozgina kech qoldim o'rtoqlar, tezroq yo'lga chiqishimiz kerak bo'ladi. Qanday bo'lmasam, orqa bugungi vlog ham qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Ketdik. Va u opam bilan soat 9:30 da ko'rishamiz degan edim. Hozir 9:30 dan o'tdi menimcha hozir. So'kib kutib turgan bo'lsa kerak, sovuqda ertalab o'rtoqlar. Ana kutib turibdi meni bechora. Miyane, 좀 늦었지? 안녕. 약 600m. Biz yetib keldik o'rtoqlar, bu yerda mashina juda ham ko'p ekan. Xullas bugun glavniy ofisga kelishimiz sababi tarjima qilish keldi, yozma tarjima. Bu yerda boshqa o'zbek tarjimonlar ham keladi, boshqa filiallardan. Biz yetib keldik o'rtoqlar, esingizda bu yerga malaka oshirish ham shunaqa ekan edi. 안녕하세요. 아정 geldiniz. Ertalab 8'da. Acıbıda 너무 피곤해. Sen qo'l ko'tarib oling, salom deb oling. Sharoitlar qanday bu yerda? Bunaqa kofeda qo'yib bitsalar. Dilobar, men kofe tayyorlab bering, men sizlarning uylarga mehmonman-ku. Qani tayyorlashni bilmayman. Tamamgami? Safar nimani bosdim mana. To'xtang, hozir anaqadan so'raymiz. 근데 그거 없는데. 나한테긴 할게. 여기 라떼도 먹을 수 있네. 라떼. 근데 있는지 없는지 모르겠는데. 해보세요. Böyle ne var? Oo, wow, dahshat-ku. Shu desam o'ylayman. Wow, muqayli o'rtoqlar. Wow, dahshat. 나 그냥 꽃만 쳤어. 나 몰라. 뭐야? 아 원래 이래. 원래 이래? 왜 이렇게 무섭게 시작해? 나 꽃만 쳤어. 왜냐면 여기서 커피 나오는 거잖아. 여기서 하면 그 뭐야? 그런 거. 우유 이거 해주는 거. 뭔지 알아들었지 이거. 이거. 봐봐 나왔잖아 방금. 이거 했어. 됐다. 한개 커피만 마시고. Biramanlab kofe. Diana qiz ketdi. Keling bu yoqqa. Bu yoqqami? 우즈벡은 Faqat bizning TikToklarni ham qo'yib qo'y. Diana qo'l ko'tarib oling. 그러면은 여기 맨 처음 보면 여기 치과가 이렇게 있는데 번역해 주시면 돼요. 네. 그걸 톡방에 올려. Bunaqa oddiy перевод qilsak, просто tushunmas anaqada chiqadi. O'zimiz sal to'g'rilab aksiya shunaqa tushunmaydi. Boshlaylarni sizlar aniq kuzatib turamiz. Rahmat, qiling 500 ta qo'shib desa, kuzatib turaman deydi. Hech narsa bilmaydi, mana planshetni kontrol Kelasiz? qilishadi. Kimga ishonib keldik? Men qilib berishadi bilaman. Bala, yotsangiz men o'zimiz qilib qo'yamiz degan bilan kelishib 250 bo'lishadi. Apetni ichida. Men hozir kelib obed so'radim. Xullas biz hozir tarjima qilishga keldik. O'zi вообще yorib tashlab tarjima qilish. Ayniqsa mamnun qiz. Dehqoncha tarjima. Yo'q, voy nima dedim? So'z boyliklari kam. So'z boyligimiz kam. Keyin mamga o'tdi, boshimga ichiraman buni. Nima o'tayotganing? Aynan bu чисто. Sürünüp zaten kıyafet. Ya amutan oyog'i bor ekanda, tegib qoldi. 거기 앞에 있는 일본식 식당. Bu işte. Başını bak. 거기 맛있어. Mana takogi. Anaqalari bor. Baliq.
Odam ko'pligini biz hozir yapon oshxonasiga keldik, bir joy yo'q. 막가락 많이 안 써요? 잘 상처 와, 우지가 거기서 주택이라서 빵소면 나는 하나꼴은 안 Давай, yo'ldan chiqib qo'ysa. Xullas o'rtoqlar bizni kontakt qilyapmizligi o'zbek tarjimonimiz yana tanishlar. Biroda Ali Abdaqarov. Hasan kelyapti. O'zbek tarjimon Dilobar. Siz oldin chiqqansizlar. Oldin YouTube'ga chiqqanlar. Men bilan birga. Jani birinchi TikTok'ga. Bizda Dilobar TikTok'ga. Zo'r tushuntirib berasizlar. Panoramani va Ma'noli qilyapti. Ma'noli odamlar. Yo'q, sizniki. 많이 드릴게요. 저요. Biz ovqatlanib chiqdi endi yana ishga. Qizlar quyoshda zagar olyapti. Kontrakt tuzib olmaganmiz u bilan. O bitta tushib bering, o'sha. O'ta bitta tushib bering. Yo, YouTube uchun bitta tushib bering. Ha. Akam bilan yo'q, o'ynash mumkin emas. TikTok o'rtoqlar, bu TikTokerda, bu TikTokerda shunaqa jinnig'inni raqslar tushib videoga oladi. Birinchi o'rgan olmaydim, raqsga tushdi. Okangiz boshqacha tushasiz, boshqacha tushamsiz. Ma'noli. Ma'noli. Biza ma'noli videolar olmaymiz. TikTokerlar bittasi ma'noli videolarni, bittasi jinnig'inni videolar. 아메리카노 내잖아. Anya. Anya. Bugun chiqqanmi bizlarni narsamiz? Biz zakaz qilganimiz hali chiqqani yo'q. Mango aytdingizmi? Mana shu. Bu. Bunda bizaniki? Ha, bu katta bu, men kichkinasi. Men kichkinasi. 3 soatdan mana narsamiz chiqdi. So'z bog'laying. Shirin ekan. Biz o'rtoqlar bugun perevod qilishga chaqirishgan, yozma perevodga. No, bizni so'z boyligimiz rosa ham kamligi uchun anaqa mamnaqa boya qanaqa ekan. Anani chaqiruv. Panorama, rengen nima bunaqa aylanadigan tekshiruv bir bola perevod qilish ham oson emas o'rtoqlar. Siz menga nimaga dursam deyapsiz. Qani aytdim-ku so'z boylik ekan. O'zini gapini to'g'ri gapirmayapti. Bu tarjima qanaqalar men hayron bu. Tarjima bugun kimlar chaqirdi? Nima deb yozay? Yozing. Abbos tog'a deb qidirsa chiqadi. Abbos tog'ami? Da? Tog'a bo'ldingizmi? Bu go'zallikka qara. Ya xudo. Biz çay içtik Hozir haydavorlar ekan. O so'z boyligimiz yetishdi. Real bugün bizni haydab yuborishadi. Biz tepaga chiqishimiz kerak edi, o'zi pastga tushib, yana tepaga chiqib, liftda aylanamiz bugun. O'zi kech qolganimiz yetmagandi. Go'zallik. Bugun yomon tarjima ko'rdingiz. 4 tami, 5 tami nechta? Siz ikkita qildingiz. Urishtirib qo'ying bitta. Qolmaganda rasmga olamiz. Qaysi tomonda edi? Aka ma'noli ketdilar. Mana. Mana kechikdik deyman. Siz to'nkaverami? Ha, shunaqa. Ustidagi narsani ko'rib What are you doing? Buncha oldingizga suv to'ldirib oldingiz. Abbos suvlarimni to'kib o'tirishgan. Mana qayerga? Mana, ana. Biz вообще tez ishlaveramiz. Yo'q, tez ishlayapsiz. Zarb berib. Hozir men bitta o'zim ishladim, mana o'tirib chiqaman. Hamda nima edi? Ma'noli qilsam.
Bugundan boshlab laqabim Ma'noli qiz. Sizniki so'z boylik. Bizniki dehqoncha. Uxlayapman nima qilib? Orqadagi nima qilib beribdiman bola. 하고 이번 난또 Tushunmaydi. Qiz gapini topolmayapti. Ham inglizcha, ham yaponcha, ham koreyscha, ham xitoycha. 아 진짜 나 지금 일본어 했지 나한테. 한국말 일본말 Men o'zi bizlak bosib Demak, hammasini o'zi bosgan ekan. 140 dan. Abbos siz bosmagansiz bosib chiqing. masalan aytdim deyman. Men Ish kunlari ikkita so'zni yana so'zda aytdim Abbos siz men ishsiz. hamma spokойно jim o'tiribdi bitta. Men siz bor Bitta biz. deyman. Men ishsizman deyolmaydim. Ish kunlari test 5 minut dam olaylik. ishga kelib 2 soatgina ishladi ularga. Tomonlik. Marta ko'cha chiqib keldi. Yarim soat. Kambetga chiqdik. Tarjima qilgan 4 tagina gap. So'z boyligi yetishmay 1 soat o'tirdi. Adashib nariyoqqa kirib ketyapti. O'g'il bola to'ydi. Biz hozir TikTok oldida o'rtoqlar. Reels YouTube'da ko'rasizlar. Jani yuzingizni bitta ko'rsatib qo'ying. Video davomida biror marta yuzingizni ko'rmadik. Yo'q. Men o'zimni TikTokimda bunaqa olmayman, bilasizmi? Ha, birovlar chiqadi. Siz TikTokingizda birovlar chiqadi. Birovlar chiqadi. Hozir uchalamiz ishxonada haydab birovlar chiqarkan. Nima qilyapsizlar? Mam chiqadimi? Men ham yaxshi tushunmayman. Maketu chiqadimi? Voy, Ya boya chiroqlar yoniq turdi-ku, hozir chiroq yo'q. mana buni yoqadi. Ya. Opalaring bo'lmasa nima qilardi? Oy, qishlar qiladi. So'z boyligi yo'q bo'lsa ham aql bor. Men bosmayapti-yu. Jim turing, hozir yonsin. Men ham chashkam olib kelyapman, kofe. Issiq ekan. Uchalamiz. Shutami? Musurini chiqarib berding menga. Videoda. Yana o'ting. Lekin uchalamiz haydab. Normal ishlamadi. Ertaga mana shu changingizdan gap eshitaman. Nonni pulini ham ishlamadi. Qancha nonni halollab ketdi. Uchalamiz. O'ylab turibman, men qarz olib kelaylik, hozir. Biz ham bir ishlaylik. Ha, bo'ldi sizga kelaylik. Men yotaman mana shu. Uxladi dedim. Birobar yo'q deb qo'yaylikmi? Yo'q, zarur. Yana qancha bo'ldi qaragan? 5. Nechinchi yil keldingiz? 2020 boshda. 2020-yamiz. Shundan ma'noli qiz bo'lgan. Mendan keyin kelgan. Men 2018. Opalaring o'tiribdi orqada. Qachon kelgansiz? Dinozavrlar borida 11 yil bo'ldi. To'g'riroq kelgansiz. Qarayda ishlashga kelgan odamlar mana buni. Film efirda o'tirib TikTokda bu ham xuddi shunaqa. Yo'q, men ishlamayman. Ishlagan kelganlar mana. Men ishlamayman. Men olganimizda Bitta olmay qo'yadi. Ketdik. ketinglar desa ketamiz. Biz ish vaqtimiz tugadi, soat 5 bo'ldi endi. Padamam. Bitta video bor yo'q. Bitta qiling. Olmay qiling bo'ling. Bitta olmay qiling. Men ketdik. Kelmadi. Ikkinchi kelmadi. Endi biz o'zbek oshxonasiga boramiz o'rtoqlar xotirjam. Bye bye hammaga. Suqasiga. Anaqa parkovka bor shu oldida. Qarang, o'ta hamma millatdan anaqalar bordi. Oshxonalari bor. Vyetnam, Teguk, Mongol, O'zbekiston. 4 yil oldin birinchi marta kelgandim, vaqtga kelgandim. 4 yil oldin ma'lum bu.
Sovuqligini nima bola bu yoqda? Dilbar sen yaxshi bilasizlar. Rosa o'zi. Ayting, bitta zakaz Oshira qo'ying. aytaman ruschada. Bilisu radiosi yo'q. Lag'manda. O'zim ovqataman. Adno kotlet yema bo'ldi. Lag'mon. Lag'mon. Mashhurda. Kazankoq. Bunaqa ruscha biladigan odamlarni birinchi marta ko'rishim. Qanaqa? Uchalamiz ham bilar ekanmiz. Qattig'i. Jana, bitta javob qo'ying. Keling javob. Qaytarish shart emas-a? Qaytaring. O'zbekcha qiling. Bunaqa bermaydi. Ko'rsatib qo'ying, bitta qarang qiling. Naqaddan bilasiz o'zbekskiy stilizmni. Bunday qilib bering. Nimaniz kerak? Linza taqlab shekilli. Adash. Birga qilishimiz mumkin, lekin bitta o'zim qilmayman o'zim. O'tdi. Jana, mayli yaxshi to'ylar. Xo'p. Bo'ldi, endi hamma uyiga, kapat uyiga. Soat ham kechki 8 bo'ldi o'rtoqlar. Mana bu ko'chani qaranglar o'rtoqlar, chiroyligini. Shunday qilib o'rtoqlar, bugun kun ajoyib o'tdi. Umid qilamanki, o'sha video sizlarga yoqdi va videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar o'rtoqlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.